toshni siljitmasdan turgan joyda eritib kristal toshlar aynan shundan paydo bo'ladi va undan oshiq natijalarimiz mavjud. Nima uchun? Chunki to'g'ida shunaqangi suyuqlik borki, u toshni ham maydalab beradi. Shu mahsulotimiz ichgani pristup bermaydi. Hozir assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan o'tdagi toshlar bo'yicha gaplashamiz. Kichkina tabib, albatta ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib borgan bo'lsalaring, juda ham ajoyib sizlarga retsept taqdim etamiz. To'g'ida oshqozondan tayyorlangan maxsus bu retseptimiz. Albatta qarang, tovuq, olimlar buni tasdiqlashgan, tovuq hattoki toshni yesa ham toshni maydalash xususiyatiga ega. Nima uchun? Chunki tovuqda shunaqangi suyuqlik borki, u toshni ham maydalab beradi. Demak, shuni olibdiki, uni organizm odamga tushgandan keyin toshlarni eritishga ham yordam beradi. Ushbu narsani biz retsept qilganmiz. Xudo xolasa bu retsept juda ham zo'r natijalar bo'lyapti. 1000 dan oshiq natijalarimiz mavjud. Ushbu retseptimiz juda ham hozir taniqli bo'lib ketdi. 1 yildan beri juda ham ko'plab bemorlarimiz ijobiy natija ko'rishgan. Bu retsept faqat o'zimizda bor, chunki bu retsept ustida ancha yillar ishlaganmiz. Tosh nima uchun paydo bo'ladi? Noto'g'ri ovqatlanishdan birinchi o'rinda siz noto'g'ri turmush tarzida, misol uchun biz oshga kechqurun boramiz va ovqatlangandan keyin biz orqasidan sovuq suv ichamiz. Kola, Fanta, Pepsi shunga o'xshagan narsalar, sovuq narsalar ichgan hisobiga u hazm bo'lish sistemasi o'tga nagruzka, jigarga nagruzka tushadi. Semizlik kelib chiqadi, o'tga tosh kelib chiqadi, shunga o'xshagan narsalar. Ikkinchisi, biz kalsiy iste'mol qilishdan noto'g'ri iste'mol qilamiz. Kalsiyni ovqatdan keyin iste'mol qilish kerak. Odamlar ko'pchilik och qoringa iste'mol qilib, o'tida toshlar, kristal toshlar aynan shundan paydo bo'ladi. Va undan tashqari uchinchisi esa biz sovuq suv, sovuq narsalar ko'proq iste'mol qilamiz, ayniqsa yoz kunlarida. Shuning uchun albatta bu narsalarga amal qilish kerak. 30da toshingiz biz og'ir narsa ko'tarmaydi, doimo dietada yurish kerak. 30 oldirgandan keyin faqat dietada yurasiz. Faqat dieta qilishingiz kerak va og'ir narsalar yeya olmay qolasiz. Undan ko'ra agarda siz 30da toshingizni, misol uchun 2 mm deyishgan bo'lsa, bu narsalarda oldini olishda misol 20 mm gacha va 40 mm gacha ham hattoki bu narsalar juda ham ko'plab holatlarda davolaganmiz. Albatta kristalli bo'lsa, kristalli toshlar erishi juda qiyin. Shuning uchun albatta sizda xolesterin miqdorida yig'ilgan bo'lsa, bizda albatta natijalar juda ham ko'p. Kichkina tabibda mana bu yerda tabobat 08 degan Telegram kanaliga kirsangiz, juda ham ko'p odzivlar, natijalar bor. Siz ko'zingiz bilan ko'rib, ularni hattoki nomergacha ham beramiz. Bemalol gaplashib, ularga natijalarni ko'rishlaringiz mumkin. Ushbu mahsulotlar hozirgi kunda mavjud, zakazga tayyorlab beramiz albatta. Xo'p, juda ham ko'pchilik savollar beryapti, ichgani pristup bermaydimi deb. Ushbu mahsulotimiz ichgani pristup bermaydi. Hozir pristup qachon beradi? Ichayotgan mahalida siz og'ir ovqat iste'mol qilib qo'ysangiz, og'ir narsa ko'tarib qo'ysangizgina keyin pristup beradi. Ungacha pristup bermaydi. Va toshni siljitmasdan turgan joyda eritib, maydalab yo'qolishiga yordam beradi, hissa qo'shadi albatta. Ushbu mahsulotimiz juda ham zo'r natija bo'layotgani uchun biz xalqqa buni ishonchini oqlab bo'ldi. Shuning uchun bemalol qo'rqmasdan eng asosiysi mijoz tanlamaydi. Siz necha kilosiz, qanaqa vazndasiz, necha millimetr, kristalli toshlarga 6 oygacha va kristalli miqdor bo'lmasa xolesterin yig'ilganlarga 3 oygacha iste'mol qilsangiz bo'ladi. Ushbu retseptimiz zo'r retsept chiqdi. Albatta foydalaning. Kichkina tabibda maxsus retsepti, ancha yillardan tajribalar oshirgan bu narsalarimiz juda ham xalqqa kerakli va zo'r retseptlar bo'ldi. Murojaat qilsangiz yetkazib beramiz. O'zbekiston, dunyo bo'yicha ham agar O'zbekiston tanishlaydigan bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha hozircha dasturlarimiz mavjud. Rossiyaga ham, Turkiyalarga ham, Koreyalargacha ham dasturga qilib beryapmiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.